Saydilloho Damas injektor motori tayyor bo'lib ishkilagan. Albatta, tayyor qilib qo'ydik, yig'ib, hamma narsani tayyor qilib qo'ydik aka. Bu narxi ko'pchiligiga qiziqda, injektor motor nech pulga tushishi, narxini ayta olamizmi buni? Aka, siz bir ovozini eshiting, keyin narxi bilan tanishtirib chiqaman. Videoga like bosib, oxirigacha kuzatib turasizlar, narxini oxirida aytamiz. Yurg'izinchi bitta. Eshitding ovozini, Saydilloho qarang. Injektorda nima qulayliklari bor? Damasga injektor qo'yilishini foydali taraflari, birinchidan patsot bo'lmaydi. Ertalab zavat qilasiz, ichida o'tirishing shart emas, patsot tartish shart emas. Ikkinchidan karburatorga o'xshab buzilavermaydi. Keyin benzinni xohlasa 20 ta, xohlasa 10 ta ichmaydi, stabil bir xilla benzin ichadi. Keyin kompyuter sistema bo'ladi, fonni. Demak, qulayliklari ko'p ekanda bular. Kamida 10 ta qulaylik sanab berishim mumkin, hozir videoga sig'maydi. Sig'maydi, to'g'ri. Narxi necha pulga tushdi? Ponni shu injektor yurib chiqib ketish sizdan necha pulga tushadi? Bu to'g'ri, Damas motorda injektorga almashtirishimizga full variantda koreyskiy tablo, koreyskiy vozdux, hamma narsasi koreyskiy labo bilan birga bir holati bitishi 6 million so'mga tayyor bo'ldi. Narxini eshitdinglar, kimga injektor xizmati kerak bo'lsa, Asmotorsga murojaat qilasizlar. Tokerni ishlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilasizlar. Like bo'lsa, Damas bor yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar. Hammaga rahmat.